Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston musulmonlari Rossiya musulmonlarini butunisini обращение. Mana Davankov narsanda aytgan. Davankov. Ё-моё. Опасно ехать было. Davankov narsa aytdi. Jishindirga uli musulmon qizlarni, bizni Tatar boshqirt qizlarning jishindirga uli. Dagestan shishinlarni kutlarini ochirga uli, a? Это что такое? Снять хиджаб, снять никаб. Biz narsa qulmini? Biz qul ekanbek. Biz qul. Ular narsa aytsa shu bo'la. После этого потом, блядь, нахуй Дагестандагылар идут, нашего татарина пиздят, шапалак делают ему 3 раза. Давайте Даванкова вытаскивайте за нос, нахуй, делайте шапалак. Герои, блядь. Или герои, блядь, нахуй.